Devam edeceğimizden hürmetli vatandaş bugün çislağa 2021 yıl 6. ayının 13. günü. Endiki mavzumunda Yeti devlet güroyunun sırtıda kalgan Xi Jinping goya mıklık gilem üstüde oturup kaldı. Mavzulu haber 6. ayının 13. günü Venvitor bitidi ilan kılındı haber. Mundak başlan. Garbi yerimşar. Yeti devlet güroyu resmi oturgu çıkıp, yeti devlet başlıkları birdek ittifaklaşıp, Cumhuriyet Partiyası gibi jukumluk virüskü birdek ortakta kabul toradagan boldu. Bu katım açılgan yeti devlet güroyu zor dercinin eğitkanda halkara vaziyet ramkisine belgileydi, muqam belgileydi. Qatnışalmaydıgan yoki bevosita qatnışalmaydıgan her qaysi elle hükümetleri alaqadar uçurlarga yaqindan diqqat qilishi kerak. Yeti devlet güroyunun sırtida Xi Jinping eng perişan halga tushib qalgan bir rahbardir. 100 yıldan beri körülüp bakmagan vaziyet özgürüşü degan sözünü arkadan tekrarlagan bir rahbardir. Bugün bu özgerge vaziyetning sırtıda közütüp qarab turibdi Xi Jinping. Özüge qandaq ziyon zahmat yetib keladiganligini o'ylaganda ansirmay tura olmaydi. Obzorchi Yang obzor yezib bundoq ko'rsatdi. Bu qatimqi yeti davlat guruhi yig'iniga yana Avstraliya, Hindiston, Koreya, Janubiy Afrika qatorliq davlat rahbarlari taklif qilindi. Yeti davlat guruhi yig'inidan keyin yana Amerika, Yevropa ittifoqi yig'ini va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi yig'ini ochiladi. Bir qator echiladigan xalqaro yig'inlar daqadunbaq nag'rasona ishchida pelallash va muhokama qilish bilan bo'layotganda Cumhuriyet Partiyasi haqiqatan bu yig'inning sirtiga qiqib chiqarib etildi. Shundan ko'rib olg'ili bo'ladiki, Cumhuriyetning davlat boshliqlari diplomatiya siyosatimi gumron bo'ldi. Cumhuriyet'nin devlet başlıkları diplomatiya siyasatımı gumron bo'ldi. Cumhuriyet Partiyasining xalqaro diplomatiya makoni bargan sira tarayib ketdi. Xalqaro vaziyatning taraqqiyoti Cumhuriyetliklar aytgan sharh ko'tarildi. G'arb cho'kdi deydigan atalmış vaziyatning aksiga qarab taraqqiy qilishga boshladi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Navbatda Cumhuriyet Partiyasi her qaysi davlatlarning ta'minlash liniyalarini qochirib etdi. Cumhuriyet fuqarolari ishsizlik bilan badal to'lashga majbur bo'ldi. Markazda pul qolmadi. Xususiy shirkatlar qurbon qilindi. Maqolaning oxirida mundaq ko'rsatildi. Yeti davlat guruhi yig'ini echilayotgan mazgilda Cumhuriyet Partiyasi siyasi hakimiyeti ve Cumhuriyet devlet rehberleri chetga qiqib etildi. Xi Jinping ve siyasi büro kim bilan qilib, kim bilan ketishni o'ylashga boshladi. Cumhuriyet Partiyasining har darajalik amaldorlari qochadigan orqishak izlashga boshladi. Endi Cumhuriyetning fuqarolari bu tezlik bilan tanlaydigan vaqt yetib keldi. Bugün yana bir hoş haberimiz shundoq bo'ldiki, bir jumlada nima dedi? Bu qatimqi yeti davlat guruhi yig'inida yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden mamnun bo'ldi. Yig'inning xulosasida yoki yig'inning natijasidan rozi bo'ldi deyildi. Alloh xolasa bu tarafda sizlarga at yetkazamiz vatandoshlar. Tabriklayman sizlarni vatandoshlar. Yeti devlet guruhining yig'inida Uyg'urning taqdiri, Uyg'uriston masalasi, kishilik huquq masalasi birinchi bo'lib o'ttirga qo'yildi. Hong Kong bilan birlikda hurmatli vatandosh. Endi rasmiy axborot to'liq tekshirib bilan kelgan kuni biz to'liq tarjima qilib, Alloh xolisa sizlarga yetkazishga tirishchilik ko'rsatamiz Uyg'ur vatandoshlar.